hozir birinchi o'tgan narsamni ishlatib ko'rsatdim. Sizlar bilan hozir misol uchun deylik qaraydi mana kirgan joyimiz tam допустим unaqa mizerniy, но при этом tam $2000 ziyodroq pul ishladik. Xo'p, ketdi. Bizda RBS struktura bor ekan. Xo'p, gap yo'q. Mana shu joyning o'zida qaranglar, yana ahamiyat berishinglarni so'rayman. Bu tilla ketyapti, ko'ryapsizlar. Misol uchun kimdir bay olgan bo'lsa, menga qo'shilib save qilib olinglar. Bemalol xotirjam darsni boshlaylik. Inshaalloh уже keyin darsni bo'lish davom ettiradi. Okalar, mana savdo любой joyda savdo qilib beraman. Men savdodan qochmayman, javob. Men Bezotaga ham hamma sizlarga savdo qilib beraman. Но bizning maqsad hozir данный момент уже nima bo'lyapti? Ishlatish. Endi tak sizlarga rezultatlarni bitta ko'rsataman. Чтобы ani nima aytib, konkretniy sizlarga nima hammanglar foyda qilishinglar uchun. Mana bitta ko'rib qo'yasizlar. Ko'ryaptimi? Ko'ryapti. Endi tiniq ko'rinda. $2000 ishlab chiqib ketdi-da. Uje qaranglar, olgan joydan yana ko'tarilyapti. No, bu narsa menga qiziq emas. Menga nima konkret tochkaga bitta urib bo'ldi, men chiqaman. Nega? Chunki vojib tepa shu bo'ladi-da. Biz ani nimasi bo'ladi? Keling, misol uchun mana hozir olgan joyimizdan primerni hozir qaranglar. Misol uchun men bu yerda olgan bo'lsak, bizga 30 pips ko'tarib berdi. Xo'p, muammosi yo'q. Gap yo'q. Endi qaranglar. Boyaga kartinka men sizlarga aytmoqchi bo'lganim M15 da biz nima qilamiz? M15 da biz sizlar bilan shu narsalarni ko'rib olamiz. Xo'p. Именно biz uchun buy zona. Endi qaranglar, bizda esnarda mana bunaqa narsada resistance обновление bo'lib ketyapti. Xo'p, хорошо, muammosi yo'q. Xo'p, buy zona qatgacha degan savol bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, qatgacha bo'ladigan bo'lsa, mana bizda doim 3 ta limitga olinglar. Misol uchun, deylik qarang. 3 ta limitga olasizlar, nima bo'ladi? High. Birinchi entry nuqtamiz. Xo'p, endi ikkinchisi bu middle bo'ladi. Ikkinchi entry nuqtamiz, uchinchisi last bo'ladi va eng oxirgi entryimiz. Xo'p, buni tushundik, muammosi yo'q. 3 ta entry bor ekan. Xo'p, qatdan bilamiz to'shto mana trendni o'zgarganligini. Misol uchun mana trendni o'zgarganligini qatdan bilamiz. Mana bu 3-zonamiz bor-ku, yorgan qiladi va qaytib chiqqanda bironta maksimum обновление qilmasa, faqat minimum break bo'lganini ko'rsak bo'ldi. Nima bo'ladi? Bizda uje hech qanaqa baydan umid yo'q, bo'ldi, ketdi. Uje selga ishlaymiz. Tushunarli? Xudo xolisa hammaga normal bo'lyapti. S bo'lsa, bu support yorilmayapti-da, S1, S2 ni aytasiz. U narsa bo'lmaydi. SBRdan 2 marta bo'lish kerak. Tushunarli? Time frame qanchaga? Tushunmadim. Abdulaziz nima deysiz? Bo'lgandan keyin ochiladi. Shu yoki selga. Yo'q. M15 da shu strukturani ko'ryapmiz. M1da SBR bo'lish kerak. Support break bo'lish kerak. Tushunarli? Hozir sizga ko'rsatib beraman. Muammosi yo'q, shoshilmay turing. Bitta aka gapiryaptilar, nima deysiz aka? Time frame'larga SBR bo'lishi. M15 SBR bo'lishi kerakmi? Trend o'zgarish uchun. M15 dan zona olma, M1 dan entry qilyapman. Tushunarli? Hozir tushuntirib beraman. Shoshilmay turinglar. Endi qaranglar. Xo'p, boyagi bayimiz esinglarda, misol uchun boyagi bayimiz men xo'p $2000 da yo'qoldim. Xo'p, lekin uje bozor qancha ko'tarildi? Uje 40 pips ko'tarildi. Muammosi yo'q. Olgan joyimizdan impuls beryapti. Nega? Chunki biz struktura bo'yicha to'g'ri kiryapmiz. Doim sizlar to'g'ri kirsanglar, nima bo'ladi? Shunaqa profit bo'ladi. Misol uchun o'zingizlar guvohsizlar, real shotni ko'rsatdim, ishlab ham ko'rsatdim. Endi inshaalloh darsni davom etamiz. Ketdik. Bismillah. M15 bizada M15 ketdi. Xo'p, M15 bu. Oh. Tak, Isroil aka, qarang, hozir M15 qolish o'rgatdi. M15 bo'ladimi? H4dan M30 ga qilasiz. Любой bitta time frame olsangiz, ikkita kichkinasiga tushing. Ikkita kichkinasiga tushasiz, bitta kattasida mana deylik misol uchun M15 ni setup qildirdim, RBS qildirdim, SBR qildirdim, strukturani ko'rdim. M1 ga o'tyapman, M5imda stop bilan tepa bo'ladi. Tushunarli? Hozir tushuntirib beraman. Unani shoshilmay turinglar. Hozir mana bunaqa narsada akalar, misol uchun sizlar oldinga o'tib ketyapsizlar-da, kanalimizga yangi qo'shilgan akalar bo'lishi mumkin. Ularning haqqini yemaylikda, hammamiz etap ketamiz, xo'pmi?
Endi qaranglar, xo'p, M15 ni tushundik. M15 da bizda nima bor ekan? M15 da struktura bor ekan. Deylik cellga. Misol uchun endi cell variantini ko'rib chiqamiz. Cellda nima bo'ladi? Bironta rezistent обновление bo'lmayapti, faqat support обновление bo'ladi. Xo'p, endi ko'pchilik aytadi, misol uchun nima bo'ladi? Mana bu joyi biz uchun cell deydi, lekin bozor ko'ramiz, o'rtadan ketib qoladigan odatlari bor. To'g'rimi? Misol uchun, xo'p, endi u narsa nima bo'ladi? Bu struktura M15 da bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa, to есть mana bunaqa narsa M5 da bo'ladi. O'shuning uchun biz nima qilamiz? M1 da enter qilamiz. To есть mana M5 da chalg'ituvchi narsa bo'lib qolishi mumkin-da. O'shuning uchun ikkita kichkina time frame ana o'shuning uchun tanlaniladi. Xo'p, hozir sizlarga misol uchun mana deyamni bozorda ko'rsatib beraman. Endi qaranglar. Tak. Bozor bizga kelyapti-da, qaranglar mana. O'rtadan ketyapti. Bu yerda hech qanaqa zona yo'q, to'g'rimi? Mana line chart ko'rsak, hech qanaqa zona yo'q. Lekin M5 ga bitta sakrasak bizda nima bor mana? RBS ko'rdinglarmi? Mana bu ham RBS ko'rdinglar? Ko'ryaptimi akalar mana? Ko'ryaptimi? Xo'p. Xo'p, endi bu nima degani? Biz to'g'ri time framedan to'g'ri time frame ishlatsak, to есть bizda nima bo'ladi? Bizda точка вход ko'proq bo'ladi. Xo'p, M15 analiz qilyapsizda, sizda ожидаемый zona misol uchun mana qarang RBS da, lekin RBS dan ketmayapti. Imom ham RBS dan ketmayapti. O'shuning uchun nima bo'ladi? Bitta kichkina time frame ko'ramizda, nima bo'ladi? Zonalar обязательно o'zimizga tanlab olamiz mana. Deylik misol uchun mana bitta zona. Xo'p, M1 ga bitta o'tamizda, bizda nima bo'ladi? O'sha tasdiq. Bitta rezistent, ikkita rezistent nima bor? Обновление bor, shu joydan biz kirdik sizlar bilan. Xo'p, efiri o'zida kirildi, hozir ko'tarilgan nuqtasi o'sha salkam 40 pips. Shu krasavchik, misol uchun bizga nima bo'ldi? Eng yaqin rezistentga chiqib ketdik. Nega? Chunki bizning TP'miz o'sha yerda edi. Sabab nimaga? Chunki men sizlarga boshida aytdim. Eng yaqin qarshilik nuqtasida biz o'sha save qilaveramiz. Sabab nega? Chunki undan oldin narx ko'tarildi-da va tushdi. Keyin yorib o'tadimi, yo'qmi? Bu bizga o'sha 50 pips bo'ldi. O'sha nima qizig'i yo'q. Endi xuddi nima qanaqa sizlarga juda ham sodda tilda tushuntiraman. Deylik misol uchun iPhone narxi. Buni patologi $1700 bo'lgan. Bo'ldi. Undan ortiq otmayapti. Yangi iPhone chiqyapti-da, urib o'tib ketyapti. To есть $1700 dan начальный cenasi boshlanyapti. Xuddi tilla bo'ladimi, boshqa parasi bo'ladimi, xuddi shunaqa davom etaveradi. Ya'ni qanaqa? Narx o'suvchanligini qattan bilamiz. Undan oldingi maksimum обновление bo'lyapti narx bo'yicha. Sizlar bilinglarki, to что bizda nima? Любой bitta narsa olamizmi, nimadir aktiv bo'lyaptimi, faqat narx yorilgani uchun. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Endi flat holatida RBS ekanda bayt qilmaysiz-ku, to'g'rimi? Masalan, любой odam tushunadi, narx qisilyapti. Nimadir tasdiq berish kerak. Xo'p, bizdan misol uchun oddiy mana yana aytaman, oddiy. Boshqa hech nima kerak emas, oddiy. Biz oddiy. Biz uchun sellga tasdiq nimada? Sellga tasdiq faqat minimum narxli обновление bo'ladi. To есть ana misol uchun narxlar faqat minusga o'ynayapti. Ana o'shuning uchun bizda nima bo'ladi? Sellga konkret tasdiq bo'ladi. Xo'p, bayga tasdiq qatdan bo'ladi? Bayga RBS dan bo'ladi. Faqat maksimalniy senalar обновление bo'lgandan. Bozor men sizlarga aytdim, hech qachon idealni mana bunaqa zinaga o'xshab chiqib berolmaydi-da. Nima bo'ladi? Mana misol uchun o'zingizlar ko'rdinglar-da, mana momentdan o'shash kerak, betdan o'shash kerak edi, betdan o'shash kerak edi. Lekin qani точка вход berdimi? Yo'q, bermadi. Lekin bizda nima bor edi? M15 da zona bor edi. Mana RBS dan kelyapti. M1 ga o'tamiz. Mana momentda bizda nima bor edi? Bizga o'sha mana bitta rezistent, ikkita rezistent обновление bor, tasdiq betda tasdiq berib bo'lgan. O'shuning uchun to'g'ri time frame использовать qilsak, bozor bizga har doim точка вход beradi. Boyaga siz bergan strukturam bor-ku, to'g'ri time frame tanlasangiz, mana shu struktura образоваться qiladi. Tushunarli? O'shuning uchun to'g'ri time frame juda ham muhim. Xo'p, ketdik biz sizlar bilan tasdiqqa. Birinchi tasdig'imiz misol uchun mana, birinchi tasdig'imiz deylik mana RBS zonasidan kiramiz. To есть resistant become support yoki break support. Misol uchun qizig'i yo'q. Narx o'sdi, maksimalniy cena обновление bo'ldi. И начальный точка вход bo'lyapti. Xo'p, M15 bo'lgan bo'lsa, M1 ga o'tamiz, gap yo'q. Slom struktura bo'ldi. Misol uchun to'g'rimi? Misol uchun resistant bitta обновление qildi, обновление qildi. Mana men shu yerdan точка вход qilamiz. Stopimiz qayerda? Agar siz riskingiz katta bo'ladigan bo'lsa, minimum momentdagi shpilga tashab ketadi, shu yoqqa qo'yasiz. Agar minimal risk qo'ygan bo'lsangiz, mana bu yoqqa qo'yasiz. Nega? Chunki siz nima desa bo'ladi? Bozorni yurib berish uchun savdo qiryapsiz. Sizni M1 da kirayotgan bo'lsangiz ham sirazi tepaga yurib beradi. Xuddi hozirlarga qarash. Misol uchun, men kirdim, 10 lot kirdim, 1 lot bitta kirdim, nima bo'ldi? Misol uchun salkam $2000 dan ziyodroq pul olib chiqdim. Endi qaranglar. Xo'p. Endi biza uchun mana bunaqa shag'amlar
bo'ladi. Deylik misol uchun eslar bo'yicha engulfing time frame o'tdik, strukturani o'tdik, endi shag'am bo'yicha ham подтверждениeni bitta ko'ramiz sizlar bilan. M15 ta tashlab ketish kerak bunaqa shag'am, tushunarli? Deylik misol uchun mana buy zona. Hozir nega? Chunki bozor buy holatida-da, o'shuning uchun men sizlarga buy narsani ko'rsatib bergim kelyapti. Xo'p, qarang.